urushida xalqimizning g'alabaga qo'shgan hissasi. Insoniyat Ikkinchi jahon urushida qatnashgan o'sha ayovsiz jangu jadallarda qahramonlarcha halok bo'lganlar xotirasini aslo unutmaydi. Jumladan yurtimizda 9-may xotira va qadrlash kuni umumxalq bayrami sifatida har yili keng nishonlab kelinadi. Unda o'tganlarning xayrli ishlari va jasoratlari yodga olinib, olovli janglardan omon qaytgan bobolarimizga og'ir kunlarni sabr-bardosh bilan yenggan, o'zligini yo'qotmagan iymoni butun yurtdoshlarimizga hurmat va e'tibor ko'rsatiladi. Ma'lumki, insoniyat tarixidagi bu urush eng dahshatli va qirg'inli bo'lgani, oradan necha yillar o'tsa-da, uning ruhiy zarbasi inson ongidan ko'tarilmaydi. Unga jahonning 72 mamlakatidan 110 million kishi safarbar etilgani, qariyb 55 million kishi o'ldirilgani, shu bilan birga mislsiz yo'qotishlar, talofat va vayrongarchiliklarga olib kelgani bilan ham tavsiflanadi. Umuman 1941-yillarda yurtimizda 6,5 million aholi bo'lgan bo'lsa, urushning dastlabki yilida 20 yoshdan 40 yoshgacha, so'ng esa 19 dan 50 yoshgacha bo'lganlar harbiy xizmatga jalb etilgan. Xususan, jang maydonlarida 2 millionga yaqin o'zbekistonliklarning 500 mingdan ziyoda halok bo'lgan, 600 mingdan ziyod yurtdoshlarimiz esa nogiron bo'lib qaytgan. Bu qonli janggohda yurtdoshlarimiz o'zlarining botirligi va jasurligi bilan nechog'li qahramonlik ko'rsatgan bo'lsa, yurt ichidagi ayolu keksayu yosh o'z fidokorona mehnati bilan dunyo xalqlari sivilizatsiyasini saqlab qolishdek buyuk kurashga munosib hissasini qo'shgan. Bunga aslo shubha yo'q. O'zbekiston xalqiga hamma narsa front uchun degan majburiyat yuklatilishi natijasida ko'chirib keltirilgan zavodlar front uchun qurol-aslaha, ko'plab tank, samolyotlar tayyorlab front chizig'iga yetkazish boshlandi. Butun xalq barcha moddiy resurslar urush ehtiyojlariga qaratildi. Yurtimiz er-yigitlari urushga olib ketilganligi sabab asosiy mashaqqat xotin-qizlar, keksalar va o'smirlarga qoldi. Ma'lumotlarga ko'ra, respublikamizda urush frontiga 2100 ta samolyot, 17342 ta samolyot motori, 17100 minomyot, 27000 ta tankka qarshi otadigan zambarak qismlari, 60 mingta harbiy kimyoviy anjom, 22 million mina, 560 mingta snaryad, 2 million 318 ming aviatsiya bombasi, 1 million dona granata, 2200 ko'chma oshxona olib ketilgan. Ikkinchi jahon urushining 4 yili davomida O'zbekiston davlatga 4 million 806 ming tonna paxta, 54 ming 67 tonna tilla, 1 million tonnadan ziyod g'alla, 195 ming tonna sholi, 482 ming tonna kartoshka, 374 million tonna sabzavot va ho'l meva, 35289 tonna quruq meva, 57444 tonna uzum, 1 million 593 ming tonna go'sht, 5 million 286 ming dona teri topshirilgan. Bu raqamlardan tashqari respublikamizning har bir viloyati, shahar va qishloqlari ham o'z hissasini qo'shgan. Masalan, 1942-yilning kuzida Surxondaryodan 6000 bosh qoramol, 18 tonna asal, 28 tonna yog', 31 tonna quruq meva, Toshkentdan 52 vagonda oziq-ovqat mahsulotlari yuborilgan. Biz dunyo xalqlari qatorida fashizmga qarshi kurashgan xalqmiz. Bu g'alabada so'zsiz bizni katta hissamiz bor. Lekin hech qachon frontda jon berayotgan otalarimiz ko'z o'ngidan Kreml yoki Stalin gavdalanmagan. So'nggi daqiqalarda onasi, oilasi va ona vatani bo'lgan O'zbekistonni o'ylaganligiga aslo shubha yo'q. Buyuk o'zbek xalqi fashizmni yengishda qahramonlik ko'rsatgan. Biz ularni doimo ulug'laymiz. O'zbekman, inshaalloh iymonim butun. Tilim qisiq emas bashariyatdan, kimgadir tengdirman, kimdandir ustun. Zuvalam qorilgan samimiyatdan.
o'zbekman. Qanchalik jafo chekmayin, o'zimga haq bo'ldim, o'zimga haqman. Yashadim yovlarga, bo'yin egmayin. Bu kun o'z erkimga erishgan xalqman. Yurtimizni aslo tinchlik va osoyishtalik tark etmasin.